Qalaysiz? Alayga yaxshimisiz? Yengillik bormi kechagidan ko'ra? Qancha bo'ladi olib qo'yganiga? 10 yildan beri. Xohlasa 10 yillik dardingizdan xalos qilibsiz-da. Xudo xolasa hamma gaplar ortda qoldi. Kecha suhbatda bormidingiz? Hammalik bo'lishi mumkin bo'lgan gaplar ortda qoldi. Hamma yo'q, shu reja qilgandek bo'ldi. O'tirmaysiz bir oygacha. Belda egish ham mumkin emas hashariga. Sekin bundoq qilgan bo'lsalar, tushib olaradi. Qolgan tomoniga taxtaga o'xshab bir xilda aylanaverasiz yordam berib. Yotgan holatingizda ham, turgan holatingizda ham. Lekin belingizni o'zini eshib qo'ymaysiz bunday qilib. Xo'pmi? Belda o'zini eshishlar mumkin emas. Shu eng haligi sizga dushman harakat eshish. Kamar taqib yurgan ma'qul bir oyga. Yurishlarchi? Yurishlar ham yo'q. Hali yurib ko'rmadingizmi? Operatsiyadan keyin. Xudo xolasa grijingiz MRTga nisbatan ham ancha kattalashib qo'ygan ekan. MRTda yotganda kichikroq ko'rinishi ham mumkin yoki ba'zi bir kesilgan joylari, srezlari MRTga tushmay qolishi ham mumkin. Kecha olinganda sizni ko'rsatishdimi, grijingiz ko'rsatishmadimi? Ko'rsatishdi. Yaxshigina MRTga nisbatan anchalik kattaroq griza chiqdi. Endi shu narsa qaytalanmasin, nima qilish? Shu narsa qaytalanmasligi uchun endi rejim qilamiz. Bir oygacha rejim. Qanaqa rejim? Ortopedik rejim deymiz. O'tirmaysiz. Belni egish, mana shu harakat. Belni eshish. Mana shu belni rotatsion harakatlarni qilamiz. Bir oydan keyin avval. Bir oydan keyin eski hayotga qaytsangiz bo'ladi. Yaxshi dam oldingizmi? Qo'ydingiz-ku meni. Yaxshi qo'ydilaring-ku. Asosan bo'yinni keskin harakat qildirmay turamiz. Matloba desa, "Xo'p" deb qarab olmay turasiz. Bo'yinni chapga, o'ngga, tepaga, pastga qilishlariga ehtiyot bo'lasiz. Iloji boricha bir oygacha rejim qilasiz, haligi joylar bitib olishlik kerak. Doim maskanlaring buyruq nasib qilsin. Hazilakam xarajatni yig'ilab ko'rib yotgan masalalarni. Ko'zlarining nuri to'kilib qurgan bu joylarda Alloh rozi bo'lsin, rohatini huzurini o'zi ko'rsin. El yurtimiz uchun mana shu maskanlar manfaatli bo'lsin Robbil alamin. Muhammad Yusuf, kichkinasiz, lekin katta yuragingiz bor. Madaminjonga, Xurshidbek, mana yigitlar, hammalaringga katta rahmat. Qahramonjon meni haqiqiy doktorim. Iloyim mana shu yerda bardavom gullab yashnab, el yurtga manfaatli bo'lsin, bemorlarga manfaatli bo'lsin. Nodir beixtiyor qilgan xarajatlarni Alloh o'rnini behisob qilib to'ldirib toshirib qo'ysin. Bola chaqasidan, oilasidan orttirib oson emas, xalq uchun shunchalik qilish. Alloh yarli qilgan yigit ekan ilohim. Hammalaringni Alloh mana yaxshi insonlarni jamlab qo'yibdi. Tojixon opamga ham katta rahmat. Iymonlari basalomat bo'lsin Tojixon opamga ham. Allohim rahmatini yog'dirib qo'ysin. Parvardigor umr rizqlaringni Alloh barokatli qilsin. Qancha umr rizqlaring bo'lsa Alloh barokat ato qilsin. O'zi qilgan, rozi bo'lgan kunlarda yashashni Alloh nasib qilsin. Hammalaring qo'shganlaring bilan qo'shiqarib, oilalaring, farzandlaringga bosh bo'linglar. Yaqinlaring, ota-onalaring rohatlaringni rohatda ko'rsin, huzurlaringni huzurda ko'rsin. Sizlar farzandlaringni rohatini ko'ringlar. Farzandlaring ham o'zlaringga o'xshagan oliy himmat, shifokor so'zi bilan, qo'li bilan davolaydigan insonlar bo'lsin. Otangga, onangga rahmat deydiganlardan bo'lsin Robbil alamin. Allohumma robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Rahmat ya Robbim. Qaytib kasal olmang hojana. Xo'pmi?